Assalomu alaykum aziz obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bizda sezonlar boshlandi. Ancha video qo'ya olmadik, ko'rinish bera olmadik. Bizni so'rab, qo'llab-quvvatlab turganlarga Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Akalar, mana shu nimani nima ekan? Sport kompleksmi, shunga o'xshagan narsa ekan. Xullas, nimasini eplasha olmagan. Bunaqa miyaki krovlisini mana eplolmagan, stechkalari netuv bo'lgan, suv to'planib qoladigan bo'lgan. Suv pastga o'tib ketyapti xonaning ichiga. Ashunga bularni to'xtatib bizga o'tdi bu. Endi bu obyekt polni bizga podключ o'tdi. Men boshqa joylarni hozir video qilib ko'rsataman. Mana shuni olib tashab demontaj qilinadi. Boshqatdan utuplit qilinadi. Boshqatdan keyin ustini stechka qilib ko'rasizlar, vanna. Suv nariyoqqa ketmaydi. Mayda qolib ketadigan bu bo'lgan. Eplolmagan bolalar. Keyin stechkasini biz o'zimiz cho'tki qilib liniyaga chiqarib, uklonlarni ham cho'tki qilib, keyin anaqa rubroyini qaytadan qora qog'ozni eritib yopishtirib chiqiladi 2 sloy. Xudo xolasa mana shu yerda oldik. Juda asal joylar ekan. Manzarani qaranglar, go'zalligini. Mana bunday go'zallik. Shahardan chekka joy, tinchgina, mazza joylar ekan. Mana maytam bor, keyin navesi. Hozir qolgan joylarni ham ko'rsataman. Xullas, ichkarilarni ham ko'rsataman. Mana to'la ish ekan mashina ichida. Bolalar ish boshlagan, hozir bolalardan ko'rsataman. Mana biz tomdan tushdik, xudo xolasa. Mana tomdan tushdim, mana ichkariga kiriladi. Bismillah. Endi hozir bu ishni ko'rsangiz rahmingiz kelib ketadi. Shunaqa ham ish qiladimi deysizda bolalar. Kim qilgan bilmayman. Xullas, maytlar kafel bo'ladi mana shu xonalar. Mana shu ham kafel bo'ladi. Bu kafel buzib tashalanadi. Yangi qilgan, просто uklonini nabarot yerdan bu yoqqa qilib qo'ygan uklonni. Kallasi ular. Nabarot bu yerdan u yoqqa bo'lish kerak. O'tmagan. Shuning uchun polni u firmadan bizni firmaga o'tdi bu ishlar endi. Trenajyorli zallar. Sport zal ekanda bu yerda. Mana shu koridor polni liniyasini qaranglar, qiyshayib ketgan. Polni demontaj qilinadi. Xonalarda ichi polni kafel bo'ladi. Bu yerlar patalolar amistrin hammasi, eshiklar qo'yiladi, atkos qilinadi. Hamma mana patalolar amistrin bo'ladi. Hamma patalolar amistrin bo'ladi. Xo'p. Mana bu kafellar buziladi polni. Berepat qilib tashashgan. Maylar kafel bo'ladi keyin mana pollar birinchi etaj. Mana shu yerlar. Mana shu yerlar ham polni kafel bo'ladi. Mana eshik qo'yiladi, atkos bo'ladi. Mana bismillah. Mana bu aktivniy zal. Oldin maktabimizda bo'lardi. Yoshligimizda maktab davrida hidi ham xuddi shunaqa. Yoshlikni eslatadi. Bu yerlar pollari polni shilipovka qilinib, kraska qilinadi. Mayalarda shikaturka qilinadi, maylar. Atkoslari olinib, polni shikaturka qilinadi. Bu yerda shu ishlar. Keyin yana pollar qilinadi. Mashinalar ham polni patalolar
Amistirin yamaladiganlari yamalib ish bo'ladi. Xullas shu ishlar. Xo'p, mana biz akalar, usta akalarimiz o'tirishibdi. Malaka, ne qilib qo'yding? YouTube'ga ketib qoldinglar. Rozi bo'lib qo'yasizlar. Mana so'killarini qilishdi bolalar. So'killarni qilib, endi lesinsalar. Ertadan material kelsa, lesinsa monovet bo'ladi. Pon nimachi lesinsalar styajga qo'yilib kapel bo'ladi. So'killarni chiroyli qilib qo'yishdi akalar. Ish ko'p. Yilgi sezonga xudo xolasa yetadi ishimiz inshaalloh. Mashindan 2 ta obyekt. Mana shu tomon ponni buzilib, boshqatdan bo'ladi. Mana shu yerlar shkaturka qilinadi. Fasadlar bo'ladi. Ponni hammasini fasadi bo'ladi. Akalar, xudo xolasa endi mana bu sezonda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosib, tarqatib, fikringlarni bildirib, xato kamchiliklarimiz bo'lsa aytaverasizlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu obyekt tonni patkulich. Xuddi shundan 2 ta yana bitta, 20 kilometr nariroqda yana bittasi bor. Xudo xolasa bemalol. Uni ham video qo'yib ko'rsatamiz sizlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar.